O'tirishimiz qayerda ekan o'zi bugun? Ha, repozga boramiz-da. Hop. Repozga baliq tutamiz. Ha? Baliq tutib, o'sha o'tirib, kechqurun keyin pishirib yeb kelamiz o'shani. Ulug'bek akamga ko'rsang bo'lar ekan-da. Ya Ulug'bek akamga telefon qildim. Ha. Ko'tarmadilar. Uydamikinlar endi. Chaqirib ko'rsak bo'lar ekan. Uyda bo'larlar, prosta xotinga povutni berganlar-da, prosta. O'shanga. Qani uyda bo'lsa chaqirib ko'raylik. Uydalar, chaqirib ko'ramiz ham. Chaqirib ko'ring. Chaqirib ko'ring. Men telefon qildim, ko'tarmadilar-da. Bitta chaqirib ko'ramiz, qani? Chaqiraychi. Hozir. Ulug'bek aka. Ha, Ulug'bek aka. Ulug'bek aka. Ha, nima? O'lgan Ulug'bek aka. Joyga tegdinglar yo'q. Hali choyxona, hali sauna, hali toqqa. Bo'ldi yo'q Ulug'bek aka. Surlaring bo'tdi. Qo'shib bormanglar bular, bo'ldi. Ko'rdingku mana. Bo'lmaydi-ku mana chiqmadilar. SMS yozib chiqmasmikinlar? SMS yoza olmaysan. Polni telefon xotin nazorat qiladi. Polni roz. Xotinlar SMS o'qisa yaxshi-ku. Hozir men SMS yozaman, o'zlari otilib chiqib keladilar, ko'rasiz. Aytgancha xotin o'qiydi, aytgancha. Ha? Bitta narsa yozgin. Jonim, choyxona bo'xona ko'rishmoqchi edik-ku. Men sizni kutib qoldim. Asalim, sizni Natashasiz. Yozdingmi? Ko'ra. O'zi rostdan video yo'q bo'lsa kerak. Natasha. Jo'natdim. Ha, eshitdingizmi? Sizdan so'rab. Hozir chiqarlar, boshlandi o'sha. Mana aldab shunaqa ishlar qilyapsiz. Bor qo'ying. Kim u Natasha? Ha? Qatdan bilaman. Natasha. Sizdan so'rayapman. Eshitamiz. Boshlandi. Mana shunaqa ishlar qilib yuravermadingiz. Bolalar hazillashgan. Ay, boshim. Bir minut ham turmaysiz. Yo'qoling. Ko'zimga ko'rinmang. Mana sizga. Endi siz bu uyda bir minut ham turmaysiz. Ishi yomon ekan-ku. Xotiningiz kuvalda bilan urdimi boshimga? Okey. Ketdik yine. Beyaz bir son geri